endi sizlar bilan usta profilini to'ldirishni o'rganib olamiz. Buning uchun tepada 3 ta chiziqcha bo'limiga o'tamiz. Kabinet bo'limiga kiramiz. Pastroqga tushamiz. Kabinetlar bo'limi mavjud. Usta kabinetini tanlaymiz. Xo'p, bu yerda dastlabki ma'lumotlarimiz to'ldirilgan. Qo'shimcha ijtimoiy tarmoq manzillarimizni kiritib qo'yishimiz mumkin. Keyingi bosqichga o'tib, aniq manzil ma'lumotlarimizni kiritib olamiz. Xo'p, mahalla, ko'cha, uy raqamlarini aniq kiritamiz. Keyingi bosqichda misol santexnik yo'nalishda ishlayman, 3 yillik ish tajribam bor. Qo'shimcha BO'yim bo'lsa yozaman. Xo'p, keyingi bosqichda pasport ma'lumotlari, pasport bilan selfi yuklashimga to'g'ri keladi. Bu tizimni ishonchliligini oshirish maqsadida amalga oshiriladi. Faqat admin tomonidan tekshirilib, profil tasdiqlanishi uchun kerak bo'ladi. Boshqa hech yerda ko'rinmaydi, ko'rsatilmaydi. Xo'p, pasport ma'lumotini yukladik. Pasport bilan selfi ushbu ko'rinishda bo'lishi kerak. Buni ham yukladik. Keyingi bosqichga o'tdik. Endilikda ustalarimiz o'zlari qilib yurgan ishlarini, namunalarini tizimga joylashi, to'g'ridan-to'g'ri reklama qilishi mumkin. Mijozlar ushbu reklama orqali ustani sifatini baholab, usta bilan bevosita kelishi mumkin bo'ladi. Bu yerga eng kamida bitta rasm yuklashimiz kerak. Xo'p, rasmni yukladik. Hamda ariza topshirish tugmasini bosamiz. Xo'p. Arizamiz yuborildi. Admin tomonidan ko'rib chiqiladi. Usta obunasi bo'limi qidiruvda yuqoriga chiqish va ko'proq mijoz olish uchun shart emas, ixtiyoriy obuna. Ustalar profili tasdiqlangandan keyin boshqa xizmatlar hammasi ochiq bo'ladi. O'z ishlarini, namunalarini qo'shimcha qo'shishi, o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat.